Siz kambag'al insonsiz. Agar sizni xursand qiladigan narsalar qimmat tursa, men doktor kardiolog sifatida aytaman, insonlarni oxirgi nuqtasi, ya'ni so'nggi nafas olishi, so'nggi yurak urishini ko'rgan inson sifatida aytaman, insonga ko'p narsa kerak emas. Sizni baxtsizligimizga sabab marketing. Yo'q, to'xtang. Endi shu joyda qisqacha to'xtab ketamiz. Men subyektiv fikrimni bildiraman, sizga atvet qilayotganim yo'q, aka. Xo'p, endi bu joyda meni eshiting. Mana marketolog sifatida o'z fikrimni bildiraman. Hozir ushbu sizning videoyingiz, ya'ni marketing emasmi? Birinchi savolim. Undan keyingisi, sizning videoyingiz menga yoqdi, zo'r. U yashash, nafas olish, oxirgi nafas, u bebaho narsalar, uni pulga sotib olib bo'lmaydi. O'shaning uchun marketing sizni baxtsiz qilmaydi. Moliyaviy savodxonligi yo'q inson, ya'ni moliyani boshqaruvini bilmagan inson marketing qurboni bo'ladi, to'ppa-to'g'ri. Lekin agar siz moliyani boshqaruvini biladigan bo'lsangiz, siz marketing qurboni bo'lmaysiz. Takже sizni hozir olayotgan videoyingiz o'zi ham marketing hisoblanadi. Siz kasbingizni aytyapsiz, men kardiolog, vrachman deyapsiz, o'zingizni tanishtiryapsiz. O'shaning uchun marketingni yomonlamang, chunki siz hozir shundan foydalanyapsiz. Marketolog sifatida men o'zimni subyektiv fikrimni bildirdim. Bu atvet emas.